proyektli ham bo'ladi. Bular business class, premium, nima desam, loyiha juda ham katta masshtabli bitta paytda topshirish uchun mo'ljallangan bo'lsa, etap emasda bitta paytda topshirish uchun mo'ljallangan. Ya'ni 10 ta blok bor, 10 ta blok uchun bitta infrastruktura qanaqadir alohida zona ajratilgan. Ko'lmi, fontanmi, u aytaylik to'liq topshirilishi kerak. Hozir mana gaz admin bo'lgan, issiqlik sistemasi hozir sentralniy bo'ladi uylarda. Misol uchun sentralniy issiqlik sistemasi bo'ladigan bo'lsa ham, hamma bloklar bitta paytda topshiriladi. O'sha sistema ishga tushmasdan uylarni topshira olmaydi, baribir sovuq bo'ladi, issiq suv kelmaydi. O'shanaqa loyihalar uzoq muddatli bo'lishi mumkin. Bu loyihani ichiga kirib ko'rish kerak. Ya'ni aytib bo'lmaydi, misol uchun 4 yil, 5 yil bo'lsa siz ishonchsiz, 3 yilgacha ishonchli deb. O'rtacha yashash uchun hozir bizda qurilayotgan bir 80% uylar 9, 12, 16 etaj bo'lsa, ana o'shalar 3 yilgacha o'zi muddati. Uni topshirsa bo'ladi 3 yilda. Hammasini tekshirib berasizlar-da? Hammasini tekshirib beramiz. Proyekt unikalligiga qarab turib, endi o'zgarishi mumkin, juda ham kam holatlarda 4 yil, 5 yillik rassrochkalarni olsa bo'ladi. Muammoli proyektlarni qanaqa berasiz? Uni ham Xo'p, avvalo muammoli proyektlar bilan ishlamaymiz. Proyektni oldin quruvchini tekshiramiz. Oldin qurilish sohasida qanaqadir proyekt topshirganmi, qurilish qilganmi, qilgan bo'lsa, muddatini vaqtida topshirganmi, mana shu narsa ko'riladi. Keyin uni bazasi, aytaylik, hujjatlari alohida tekshiriladi. Tekshirilgandan keyin 3 oygacha proverka qilinadi. Har bir qurilish smetasi bor. Ya'ni men keyingi oy mana bu etajni ko'taraman, undan keyingi oy mana bu ishni qilaman, undan keyingi oy mana bu narsani topshiraman degan. O'sha muddatda tekshiriladi. Xuddi aytilgandek plan bo'yicha topshiradigan bo'lsa, biz u bilan hamkorlikni yo'lga qo'yamiz. Ya'ni uning uylarini o'zimizning klientlarga tavsiya qilamiz. Shu davr mobaynida u uy topshirilguncha har oy tekshiruv bo'lib turadi. Hozir qaysi etapdaligi ko'rib boriladi. Undan keyin biz o'sha klientga o'shanga asoslanib garantiya beramiz. Ya'ni aytilgan holatda topshirilishiga biz javobgarlikni bo'ynimizga olamiz. Narx-navosi shu boya aytib o'tganimdek bir xil. Ya'ni quruvchini o'zidan olsa ham o'sha narxda oladi, biz orqali olsa ham bizga hech qanaqa uslubiga pul to'lanmaydi. Plyus tarafi biz bitta quruvchini sotmaymiz. 70 dan oshiq hozir quruvchi bo'ladigan bo'lsa, deyarli haftasiga yana bitta, ikkita quruvchi qo'shilib boryapti. Ba'zilariga o'zimiz aloqaga chiqamiz, ba'zilari o'zi biz bilan ishlash uchun taklif bilan kelyapti. Bizga o'zlari keladiganlarni ozgina jo'stkroq tekshiramiz ochig'i. boshqa viloyatlarda-chi, qaysi viloyatlarda? Viloyatlarda hozircha proyektlarimiz yo'q. Hozircha Toshkent shahar Yangi Toshkentda proyektlarimiz bor. Toshkentda o'z ko'zga ko'ringan katta quruvchilarning hammasi bilan ishlaymiz. Undan tashqari hozir mana bu o'rta klass deyiladi, misol Comfort plus ekonom, business class quradigan quruvchi bilan ham ishlaymiz.